Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan mana qishning shunday sovuq kunlarida, chodirlarda, og'ir sharoitlarda yashayotgan shu kunlarda qattiq Suriyaning shimoliy mintaqalarida qor yog'ib, yomg'irlar yog'ib, sovuq kunlar bo'layapti. Bizlar ham Ro'y Qadar xayriya jamoasi olarak shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlar uchun ko'rib turganlardek pechkalarni yoqishlik uchun, yoqilg'i uchun kerakli narsa sotib olyapmiz. Inshaalloh hozir ularni olib borib shu chodirlardagi mazlumlarga, faqirlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va ehsonlarni qabul qilsin. Hozir inshaalloh mashinamizga yuklab, sotib olib, chodirga borib sizlarga u yerdagi holatni, manzarani ko'rsatamiz va u yerdagi mazlumlarga omonatlaringizni ulashtirib beramiz inshaalloh. ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخوض تراه أذهلها جلال الله أمر القرون. Mana hozir ko'rib turganinglar, mana bu chodirlarda yashayotgan musulmonlar uchun yordam yoqilg'i uchun mana bunday berin deb qo'yadi arablar. Ya'ni zaytunni qoldiqlaridan zaytunni qoldiqlaridan qilinadigan yoqilg'i. Inshaalloh hozir bu yerda 6 ta oila ekan, undan keyin yana 30 ta. Bugun inshaalloh 92 ta oilaga shu yoqilg'ilarimizni ulashtirib beramiz. Alloh taolo shunday qishni sovuq kunlarda mana bunday mazlumlarga yordam berayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh keyingi joylarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar mana yerlar kecha qattiq qor yog'gandi. Bugun ham yog'ingarchilik davom etdi. Yomg'ir yog'di. Qorlar erib ketdi, lekin qattiq sovuq bo'lyapti. Gapirganimdan bilinayotgan bo'lsa kerak. Inshaalloh mana shu mazlumlarga mana bu yoqilg'ilarimizni ulashtirishda davom etamiz inshaalloh. فلم ترى وهي ترسف في سجود. Ikkinchi chodirga keldik va mana bu joyga ham yoqilg'ilarimizni tushiryapmiz. Ko'rib turibsizlar, yosh bolalar sovuq kunlarda sovqotishib ko'chalarda turishibdi. Inshaalloh bugun ularni uyga xursandchilik keladi. Birodar ehsonlarimizni, birodarlarimizni, aka opa-singillarimizni ehsonlar bilan mana bu sovqotayotgan yosh bolalar bugun xursand bo'lib isinishadi inshaalloh. Hozir yana bundan tashqari 2 ta 3 ta joyga ham boramiz. Hozir bu ikkinchi qism. Yana boshqa joylardagi chodirlardagi mazlumlarga ham ulashtiramiz. Aytib o'tganimizdek 92 ta oilaga bugun yoqilg'i uchun mana shunday yoqilg'ilarni ulashamiz inshaalloh. Mana hozir 3-joyimizga ham keldik. Inshaalloh bu joyga ham bu yerda ham taxminan 20-30 ta oila yashaydi bu chodirlarda. Va bularga ham inshaalloh hozir mana shu yoqilg'ilarimizni ulashtirib beramiz va yana 4-5-chodirlarga ham Allohning adashmayotgan bo'lsam yana 2 ta chodir bor. Bu yerdagi oilalarga ham ulashtirib beramiz inshaalloh. أذهلها جلال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون مولاي قد نمت. Navbatdagi chodirmizga keldik. Hozir bu yerga ham yoqilg'ilarimizni tushiryapmiz va undan keyin yana bitta chodir bor ekan, u joyga tarqatib inshaalloh bugungi yoqilg'ilarimizni tugatamiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Mana bunday faqirlarni quvontirayotgan sabab Alloh taolo ularni dunyo va oxirat yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib mana shu mazlumlarga yomg'irli kunlarda qiyin sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga yordamlar ulashtirsanglar, bizni aloqa markazlariga chiqishlar mumkin inshaalloh. ويح نفسي
لم ترى وهي ترسخ في سجود. Qish fasli. Bilasizlar, ushbu faslda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Qor yog'adi ba'zi yurtlarda yomg'ir yog'adi va holat juda ham og'irlashadi. Nima sababdan? Holat mazlumlarga, urushlardan qiyinchilik ko'rganlarga va mana bunday chodirlarda yashayotgan musulmonlar uchun qish juda ham og'ir keladi. Mana bizlar ham hozirda Suriyaning shimoliy qismlaridagi chodirlarda yashayapmiz. Albatta bu yerdagi musulmonlar ham urushlar, bombardimonlar sababli o'z uylarini tark etib, mana shunday chodirlarda sovuq kunlarda nochor ahvolda yashashga majbur bo'lishgan. Va bizlar ham Muraqablar xayriya jamoasi o'laroq shu mazlumlarga ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizni yordamlarini ulashtirishlik uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bugun ham Allohning fazli va rahmati bilan shunday chodirlarda yashayotgan 92 ta oilaga yoqishlik uchun yoqilg'ilar ulashtirib berdik. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Va mana bunday qishning sovuq kunlarida mana bunday mazlumlarning qalblariga issiqlik kirgizayotgan opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni Alloh taolo jannatlarda qasrlar bilan ularni mukofotlantirsin inshaalloh. Agar sizlar ham mana shunday chodirlarda yashayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga o'z yordamlaringizni ulashtirsanglar, bizni aloqa markazimizga chiqishni mumkin. Hozir har gapiryapman, qattiq sovuq bo'layotgan uchun sovqatyapman, gapirishga ham qiynalyapman. Chunki qattiq sovuq bo'ldi, kecha qor yog'ganida hozir erib ketdi, lekin ko'chalarni ko'rib turganda loy bo'lib ketgan, suv bo'lib ketgan. Ya'ni og'ir holat. Shu sababli bizlar ham imkon qadar shu kunlarda ehsonlarni va yordamlarni tezkor shaklda ulashtirish uchun harakat qilib kelyapmiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo mana bunday mazlumlarga qayerda bo'lsa ham zulm ko'rayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan faqirlarga, mazlumlarga Alloh taolo ofiyat, tinchlik va najot bersin inshaalloh.